Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Nursaidov uz platformasi haqida video tayyorlayapman. Demak, bu platforma bo'yicha ishlash, qanaqa fanlar qo'shish, konstruktordan to'g'ri foydalanish haqida qisqacha video qilaman. Demak, ro'yxatdan o'tamiz. Buning uchun kirishni bosamiz. Men telefonda ham ro'yxatdan o'tganman. Ro'yxatdan o'tib o'tasizlar. Demak, men login parolni terib kiraman. nursaidov@gmail.com parol demak telefondan ham kiramiz. Mana kirdim, telefondan ham, kompyuterdan ham demak kirdim. Mana sahifaga birinchi kirgan foydalanuvchiga shunaqa ko'rinadi. Demak, bunda bu asosiy sahifasi, bunda tillar bor. Masalan, ruschaga o'tkazsak, rus tilida, ingliz tiliga o'tkazsak, ingliz tilida o'zgaradi. Va bunda qora fonda agar xohlasa kim o'zgartirishi mumkin. Va keyin bu yerda fanlar, masalan, admin o'sha o'qituvchimi, universitet, maktab, rektor o'qituvchilari fanlar qo'shadi. O'sha fan bo'yicha demak barcha ma'lumotlarni qo'shishni o'rganamiz. Demak, bu admin panel. Buni kimga o'rnatib bersak, shunaqa kiradi. Admin panelga to'liq imkoniyatlar bilan beramiz. Demak, birinchi bizda fanlar kerak. Masalan, hozir bunda 4 ta fan bor. Demak, masalan, fan qo'shamiz, matematika. Qo'shishni bosaman mana. O'ng tugmani bossam matematika qo'shilgan mana. Sahifani yangilamasam ham mana matematika qo'shilgan fan. Ichiga kirsam, ichida hech narsa yo'q, to'g'rimi? Mana endi boshlaymiz. Buni eng afzalligi konstruktorni shu yerda qarab turasizlar. Demak, birinchi biz YouTube'da video dars. Demak, YouTube'dan joylashtiramiz. Sabab o'sha hostingda xarajatlarni biz kamaytirish uchun shunaqa yo'l tanlaganmiz va eng yaxshisi ham shu. Demak, birorta video yuklab yoki YouTube'da video olib link copy qilinadi. Masalan, podelиться bo'lsa ham mana kopirovat nimasi chiqyapti, link. Shuni fanlarga kiramiz. Masalan, video darslar boshladik. Masalan, fan tanlaymiz, matematika. Sarlavha, masalan, matematika dars deb qo'ysak, hozircha o'zingiz nima qilasiz? Videoga qarab, masalan, YouTube'da keyin stavit qilamiz, ya'ni linkni qo'yamiz va tavsif, masalan, xohlagan narsa yozish mumkin. Matematika fanidan darslar, xullas. Qo'shishini bosaman. Mana tushdi video. Endi dashbordga o'tsam, bitta obnovit qilamiz yoki qayta matematikani bosaman. Mana ko'rindi. Video dars tushunarli. Masalan, buni kichik holatda ko'rishimiz ham mumkin. Mana to'liq ekran qilib, demak, foydalanishimiz ham mumkin. Masalan, telefondan mana ko'ramiz. Mana joylashgan. Mana qo'yaman, mana to'liq ekranni bossam, foydalanuvchilar, tushunarli mana. 4-sinf darslarini davom ettiramiz. Demak, buni o'chiramiz. 20-darsga yetib keldik. Masalalar yechish ekan. Keyingisi, endi masalan, ma'ruza link. Endi u linkni ko'rsatmayman, o'zingiz kiritasiz, faqat bu yerdan ko'rsatib ketaman. Masalan, ma'ruza, fan tanlaysiz, matematika sarlavha, masalan, matematikadan kitob. Keyin PDF mayli qo'yamiz, matematika birorta kitob. Buni Google Diskdan qo'ysangiz bo'ladi. Yandex farqi yo'q. Bu ham o'sha hostingni tejash xarajatlarini. PDF deb qidirsak, mana PDF kitob chiqdi. Mana linkini copy qilamiz buni. Kopirovat, demak, bunga admin panelga kirib linkni qo'yamiz. Sarlavhada matematika 4-sinf kitob. Tavsifga xohlagan narsa yozsa bo'ladi. Men qo'shishni bosaman. Qo'shildi. Endi bitta matematikaga qaytib kirsam, mana ma'ruzada PDF turibdi. Mana kompyuterdan ham ko'rsataman. Mana tushunarli. PDFni bossangiz, demak, kitobni ko'rib yuklab olsa bo'ladi, o'rgansa bo'ladi. Qolgan kitoblar ham shunaqa. Kitob ma'ruzada xohlagancha ma'lumot qo'yish mumkin. Ma'ruzada taqdimotingizni ham qo'ysangiz bo'ladi, kitobdan ham farqi yo'q. Endi bizga asosiy test bo'limiga o'tamiz. Demak, testlar.
Testlar hozir men qo'shganman. Bunda hech narsa bo'lmaydi sizda. Demak, birinchi Exceldan ham qo'shsak bo'ladi. Bitta platformani o'zidan ham qo'ysak bo'ladi. Birinchisi test bo'limiga o'tib turamiz. Telefonda ham demak fan tanlaymiz. Matematika. Va sarlavhada matematika test masalan. Masalan, vaqt limiti qancha? Test masalan 10 ta qo'yishingiz mumkin, 30 ta qo'yishingiz mumkin. Shunga qarab, masalan biz 10 minut qo'yamiz vaqtni. Tasodifiy savollar soni. Masalan, testingiz 20 ta bo'lsa, o'shandan nechtasi tushsin? 5 tasi tushsa, aralashib tushaveradi o'sha bazadan. Masalan, 5 ta deylik. Urinishlar limiti. Masalan, testni necha marta qayta ishlay olsin o'sha foydalanuvchilar. Masalan, 1 marta qo'ysangiz 1 marta ishlaydi bo'ldi. Boshqa test yopiladi shu bilan. 2 marta qilib qo'yamiz biz sinov uchun. Demak, vaqti bor. Boshlanish vaqti masalan hozir soat 11:50 ga masalan. Ertaga masalan test olishingiz kerak. 29-chi nima bilan mana yerda aniq bundan tanlaysiz, keyin ishlaydi. Qo'lda kiritsangiz ishlamay qolishi mumkin. Sanani tanlab, masalan 30-chi nima, hozircha bizga bu kerak emas. Vaqti shu bilan tanlab, vaqtini belgilasangiz, o'sha vaqtda ochiladi testlar. Tushunarli? Bu yerda variantni aralashtirish, savollarni aralashtirish, lekin buni bosmasangiz ham pitichkani o'zi avtomatik almashadi. Endi savolni bosamiz. Masalan, savolni yozamiz. Masalan, matematika fani nima masalan? Masalan, birinchi variantga fan deb qo'ysak, ikkinchi kitob, daftar, masalan, ruchka. Demak, test saqlashni bosaman. Mana, test saqlandi. Qarang, test mana turibdi, birdan chiqdi. Mana kompyuterdan ham ko'rsataman. Mana boshlandi. Endi birinchi kompyuterdan ishlab ko'ramiz. Mana boshlashni bosaman, chiqdi. Mana vaqt ketyapti. Telefondan ham kiramiz. Mana. Telefonda ham xuddi shunaqa. Juda qulay. Mana bosaman. Kitobni bosaman, testni yuborishni bossam mana. To'g'ri javob, javobingiz xato javobni ham ko'rsatadi. Qayta ishlashingiz ham ikkinchi urinishni qayta ishlasangiz bo'ladi. Bo'lmasa ikkita urinish o'zi. Va yopishni bossam, mana pastda tushdi. Sana bilan urinishlar. Mana telefondan ham bossam, mana ikkinchi urinish ham tushdi, tushunarli. Sanasi vaqti aniq ko'rsatilyapti. Mana test yopildi. Tushunarli? Mana testni endi ishlab bo'lmaydi. Ikkita urinishlar ham bo'ldi. Eng nimasi asosiy joyi shu. Endi testni ishlab bo'ldim, kitoblarni masalan ko'rdim, o'qiyapman. Videoni ko'ryapman masalan. Videoni ko'ryapman. Ko'rib bo'lganimdan keyin bosh sahifaga o'tsam, mana sun'iy intellekt to'liq ishlaydi. Sun'iy intellekt bo'sh edi. Mana endi mana telefondan ham ko'rishingiz mumkin. Bosh sahifaga o'tsam, mana to'liq ma'lumot berilyapti. Tushunarli? Bu barcha tillarda ishlaydi mana. Sizning natijalaringiz asosida kuchli reja tayyorlandi. 70% ekan. Demak, matematikadan 100% ishlabmiz ikkinchisida. Umumiy o'rtacha 50%. Kuchsiz yo'nalish matematika, kuchli yo'nalish hozir bitta test ishlaganimiz shunaqa. Keyin 7 kunlik reja tuzib beryapti sizga. Keyin xatolar, keyin tavsiyalar beryapti. Har bitta bo'lim bo'yicha, keyin diagramma asosida sizni sanalar bo'yicha demak tahlil qilib boradi. Endi mana ruschani bosganimizda o'zgardi, lekin bular o'zgarmadi. Bitta обновить qilamiz yoki glavniyni qayta bosamiz. Yoki обновить qilamiz, tushunarli? Mana. To'liq ruscha bo'ldi. Hozircha bitta 7 kunlik reja ruschaga o'tmayapti. Buni ham to'g'rilab qo'yamiz. Xullas, inglizchada ham shu. Men inglizchani обновить qilsam, to'liq ingliz tilida ma'lumot beryapti, bitta reja qolyapti. Buni to'g'rilaymiz. Demak, tushunarli. Endi admin panelda keyin yana bitta narsa bor. Mana. O'zbekchaga o'tkazib qo'yaylik. E'lon bor, e'lon bo'lim. Mana telefonda ham ko'rinib turibdi tepada. Buni yopib qo'yamiz. Bu nima? Yopib qo'yamiz, hozir yangi ko'ramiz. Admin panelga o'tamiz. Masalan, sizda test bor ertaga.
ertaga sana masalan 29, masalan kimyo fanidan test. Demak, 29-oktyabr kuni soat 12:00 da test sinovi aktivlashadi. Barcha ishlashi shart. Mana qarab turing. Shu joyiga e'tibor beramiz. Buni telefondan qarab turing. Yuborishni bosdim. Mana telefonda chiqdi tepada. Bunda ham chiqqan. Mana chap tarafda, tushunarli. Ko'ryapsiz, real vaqt rejimida e'lon birdan chiqadi. Demak, foydalanuvchi talabalar foydalanayotgan paytda e'lon birdan chiqadi, yopishni bosmaguncha tepada turaveradi. Tushunarli? E'lonlar arxiviga o'tsangiz, demak, barcha o'sha e'lonlar turadi. Mana telefonda ham ko'rishingiz mumkin. Mana. Tushunarli? Juda bir ixcham holatda chiqyapti. E'lonlar arxivini bossak mana. Xo'p, yana nima bor? Admin panelda keyin foydalanuvchilar bor. Endi sizni o'quvchilaringiz mana to'liq bu yerda chiqib turadi. Har bittasining natijalari, masalan, eng ko'pi qaysi? Azamjon ishlabdi. Azimqulov ekan. 11 marta ishlabdi fanlardan. Bosib ko'rsak mana sanalari bilan qaysi fanlardan qancha ishlagan hammasi ko'rinadi. Ikkisini bosib nima qilsak bo'ladi? Endi mana bo'sh sahifada oxirgi foydalanuvchilar sanasi bilan turadi. Barchasini ko'rishni bossak, demak barchasi chiqadi. O'chirish ham mumkin. Tushunarli? Yana nimalar bor bizda? Demak, reyting eng o'sha o'quvchilaringizning ichida eng zo'rlari, demak, eng yaxshi ball bilan tepadan pastga qarab saralanib boradi. Yangilashni bo'lsak, demak yangilanadi. Tushunarli? Mana kitobni ham xuddi mavzuda yuklashingiz mumkin. Hozircha bu juda katta tizim. Xudo xolasa, to'liq yana qo'shimcha funksiyalar, imkoniyatlar qo'shib ketaveramiz. Bu O'zbekistonda yagona real vaqt rejimida ishlaydigan. Xudo xolasa buni foydalanishingiz mumkin, murojaat qilasiz. Demak, Nursaidov.uz kanalini, saytini kuzatib boring. Barchaga rahmat. Salomat bo'ling.